Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 6-oyning 25-kuni juma. Juma kuningiz muborak bo'lsin. Bugun men buni mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Amerikaning iqtisodi bu yilning 1-faslida, ya'ni 1-oy bilan 3-oyning o'rtasida shu 1-faslda 3 oyning ichida 6,4% aşqan, yani milliy daromad 6,4% aşqan, yani bunu biz GDP deb ataymiz. İngilizce Gross Domestic Product deb. Yani bir davlatning ichida ma'lum mezgil ichida biz hozir bir faslni deganligimiz uchun bir faslning ichida ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulotlarning eng oxirgi bozor qiymatining hisoblanishi, ya'ni dollar bilan ifodalanishi. Bu milliy daromadning Amerika iqtisodiningki birinci faslda, bu yılın birinci faslda 6,10%lik sürat bilen işi 1951 yıldan bu yankı, yani 70 yıldan bu yankı Amerika'da bu bir faslının işte Amerika iqtisodinin işinin süratinin naiti tez boğunu işken. Adette bu Amerika'nın iqtisodiningki iş yoki tushishi haqidagi sonliq ma'lumotlarni kim e'lon qildi desa, US Bureau of Economic Analysis deydigan bir organ. Yani Amerika'nınki iqtisodiy analiz qiladigan byurosi bir organ mushu e'lon qiladi. Odatda ma'lum bir fasl oyoqlashgandan keyin, ya'ni bir fasl 3 oy oyoqlashgandan keyin shu oy yana bir oyda, ya'ni 1-oy bilan 3-oydagi barliq iqtisodiy faoliyatlarning dastlabki buning hisobotini qilib mo'ljallaydigan gap. Chunki bu vaqtning ichida, bu 3 oyning ichida barliq iqtisodiy faoliyatlarning hisobotini, to'liq hisobotini qilib bo'lish mumkin emas. Shunga 4-oyda bular bir oldi bilan bir xil mo'ljalni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni ba'zi bir to'liq bo'lmagan uchurlarga asosan iqtisod manchilik o'sdi yoki tushdi deb. 5-oyda avu mo'ljal qilgan, 4-oyda e'lon qilgan mo'ljal asosidagi sonni bular yengilaydi. Ya'ni uchurlarning ko'plab kelishiga ergishib, uning chinliq darajasi oshadi degan gap. Anandan keyin bu dastlabki dokulat e'lon qilinib bo'lgandan keyin 5-oyda. Andan 6-oyga kelgan vaqtda, andan bular rasmiy barliq uchur ma'lumotlarni aniqlab, andan milliy daromadningki 1-faslda zodi qanchalik oshganligi haqida rasmiy yo'sinda gap qila oladi. Mana hozir 6-oy, mana shu 6-oyda 1-fasldagi iqtisodning oshganligi to'g'risida 6,14%lik oshganligi to'g'risida ishonchlik bir hukm chiqarildi degan gap. Mushu xil usul bo'yicha qaragan vaqtda Amerikaning 2-faslidagi, ya'ni 4-oy bilan 6-oy, 6-oy bir hafta keyin chiqib ketadi. 6-oydagi Amerika iqtisodining ishi qanchalik bo'ldi deganda, hozir dastlabki mo'ljalda davodidagi 12% bo'ladi deydi. Zodi 12% bo'lamdi, 8% bo'lamdi yo 10-chi bo'lamdi. Bu haqiqiy sanni biz 9-oyda bilamiz degan gap. Mush usul bo'yicha hisoblagan vaqtda. Iqtisodshunoslar 1-fasl va 1-fasldagi amaliy ahvol va 2-fasldagi mo'ljalga asosan Amerikaning iqtisodi bu yilning oxiriga kelgan vaqtda o'tirish hisob bilan yillik Amerika iqtisodining ishi 7,5% bo'ladi deb mo'ljallashmoqda. Agar shunday bo'lsa, bu Amerikaning iqtisodidagi bir cho'ng yuksalgan bir yil bo'ladi. Buning mos holda albatta boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarni eshib menish kerak. Chunki milliy daromadningki ish uchun har qaysi sohalar ish tushishi kerak. Ya'ni ishchilar, odamlarning xizmati bo'lishi kerak. Chunki ko'p odam bilan, texnik bilan birlashgan vaqtda ko'p narsalarni yaratqili bo'ladi. Shunga ishsizlik nisbatining tuvallishidan ham sotsial ishlarning jonlanishidan umid kutsak xatolashgan bo'lmaymiz. Endi bu yerda milliy daromadning abayi tabirini bergan vaqtda men mahsulotning eng oxirgi qimmati degan bir gapni dedim. Buni bundaq oddiy bir misol bilan tushuntirib qo'yay. Masalan, bir odamning beg'i bo'lsin, uningda dehqon bo'lsin, uning shaptili bo'lsin. Bu odam shaptilini sovetga qachlab, ko'chaga chiqib sassa, uni men pulga elib yesam, mening uning xarjlagan pulim, shu shaptil xarjlagan pulim milliy daromadning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Lekin bu kishi o shaptilni mendek odamga sotmay, ya'ni ko'chaga chiqib sotmay, sovetga qachlab, buni bir murabba ishlab chiqaradigan yenik sanoat zavodi va bir korxoncha qilsin. Bu kishi u shaptillardan sheka buni qo'shab yurib, ma'lum retsept bo'yicha shaptil murabbasi qilsin. Bu vaqtda shaptil murabbasining
шаптыл мұраппасын тәйярлаш үшін о карханчық сетілген шаптыл милли дараматның ішіне кірмейді. Бұл констру мұраппаныңки өзі кірді. Яғни шу мұраппаны сатқан вақытта шу мұраппаның ішінде шаптыл бар емес пе? Башқа тарақтырық әлем-бәрәмлі білән қосылып жасалған мұраппаның ішінде башқа нәрселер болады демекші. Мұраппа сетілген вақытта андан кейін ол милли дараматныңки bir qism bulab hesabında. Bunu muşundarak düşünüp koysan oldu. Hem de ikinci mesele dikkat kıyınalardık şıpırlıq pol da nait soğukçılık görüldü. Bunun 3 ay ilgiri Bitcoin'ni merkez kıyıgan şıpırlıq pullarının bahsi umumimiz gösken. Hazır Bitcoin bulamdı, Ethereum bulamdı, emmisi gedek şunda çıkıp gitti. Ether bilen Bitcoin'nin bahsi bir həs düşüp tüvellep getmiş 3 ayının içinde. Bununla kişiler köpünce vaxtda analizçiler şu Xitayninki Bitcoin qazdыған karxançılığa nisbeten zərbi verib atqanlığıdan da düşünüp atıdan bunun asası var. Ama bir нәрсе eniqki Xitay qaramaqqa Bitcoin qazdыған, şifrlik pul qazdыған bu yakki xususi şəxslərə yoki xususlar iqtidarçılıqdakı karxanalarga, çünki mən ötgəndə dedim Bitcoin qazdыған, şifrlik pulni qazdыganlar adətdə karxanalaşıb getdi deb. Çünki bununğa aytıq kompüter gücüdür, tok güc ketidi, nurgun sarmay ketadigan bolğanlıqdan bunu bir yakki şəxs burunqidək addi halda becerəməydigan bolğanlıqdan həm kompüterlik hesablaşda bular murakkab matematiklik tepişmaqlarni tepishqa majbur bolğanlıqdan onun məqsəd kəsbləşkən adamlarni texnik bilan shundoq yallab ishlatilgan xusus shirkatlar arilishib ketdi hozir bu shifrlik pol Bitcoin qizishqa. Hamda mushularga nisbatan Xitoy hukumati bir xil cheklama yurgizdi. Bizning vatanimizda, Yunnanda, Sichuanda, boshqa yerlarda bularni qo'lga oldi. Ya'ni kishilarga kim Bitcoin qazgan bo'lsa, buni bizga ma'lum qilinglar deb mushundaq dedi. Ham uning bilan birlikda banklarni Bitcoin yani şifrlik pul başka şekildeki mesela Dogecoin deyimiz başka şekildeki şifrlik pullar bilan soğut qilgan adamlarninki hesabını içməməslikə, onların pulunu almashtırıb verməslikə, shundaq buyruqlarni tushagin gap. Shuning natijasi nima bo'lyapti hozir? Shuning natijasida bir cho'ng bir, ya'ni Bitcoin dunyodagi Bitcoin bilan ta'minlash zapsining Bitcoinni qazdiganlarninki 60-65% Xitoyda hamda buningga nisbatan qattiq zarba urilganlikdan bir tarafdan ta'minlash, ikkinchisi kishilarda bir xil qizg'inlikmi tuvallab ketdi. Ya'ni ana ayt qizib bir ish qilyapsa, uning suv chechivasi nima bo'ldi? Lasulab qoldi. Bozor shuningdek bo'lib qoldi. Ya'ni talab, bu pullarga bo'lgan talab, shifrlik pullarga bo'lgan talabmi tuvallab ketdi. Mana mushundaq sabab tufaylidan ham ta'minlash, ham ta'minlash mana ta'minlash bilan talab ilgari mandaqda hozir bu tushib ketdi. Tushib ketgan vaqtda buning baholari basim tushib ketdi degan gap. Agar kesishgan nuqtasini baho desak, bu tushib ketdi degan gap. Egizdan pastga tushib ketdi degan gap. Buni mushundaq tushunsak bo'ldi. Ammo Xitoy hukumati bu o'zining shifrlik pulini taraqqiy qilmoqchi, bu Bitcoin blockchain, zanjirsimon bo'lak texnikasini davomli qiziqyotdi. Buning oldida turmoqchi. Çünkü bunun keyingi dunyoni idora qilish, dunyoga g'o'ja bo'lish masalasida kim 5G texnikasi, sun'iy aql texnikasi va ham yana mana bu shundoq blockchain texnikasi qatorliqlarni egallasa oldida mangsa, shu iqtisodiy jihatdami? Iqtisodiy jihatda bo'lgandan keyin mana pul bo'lgandan keyin ijtimoiy kuchim bo'ldi ekan, siyosiy kuchim bo'ldi ekan, ya'ni media kuchim bo'ldi ekan demakchi. O'zininki ba'zi ishlar haqsiz bo'lsin, haqliq ko'rsatiladi ekan demakchi. Xitoy shunga buning da keyin qilishni xohlamaydi. Xususiy korxonachilarga nisbatan bu jihatdagi ular zarb berganligi bilan, ammo hukumat Astriddan buni qo'llaydi demakchi. Ya'ni Xitoylar 2013-yil Xitoy hukumati 2017-yil Bitcoinga bo'lgan bir xil to'sishni chiqarib ekan, keyin yana uni to'sab bo'lamadi. Shifrlik pul bundan keyin xalqaro pul muomala sistemasidagi bir yuzlanish. Uni to'sib bo'lmaydi, biroq qezilgan pullarning ishlab chiqarilayotgan hozir ijod qilinayotgan pullarning hammasini kerak kelishmi natayin. Haqmi hozir qiziqchilik bilan pul xajlagan bilan uni qarqoyoq hech qanday bir ishlatish qimmati bo'lmagan, iste'mol qimmati bo'lmagan va shundaqli ma'lumotni qimmat bo'lmagan narsalarga pul xajlamaydi. O'tganda degandek 6 kaptaning hamsi mollaq chiqmagandek bu pullarning ichida bir qismlari futib chiqdi, bir qismlari shallanib ketdi. Shunga shifrlik pulga mablag' solgan vaqtda mening amal deydig'ini men o'zimni shundaq jiq pul sanmaslik kerak.
necha yuz dollar. Çoğlarning gapi bu az yegan ko'p yeydi deb. Bu to'g'risida ashunaqaroq bilib qolsang bo'ldi. Endi bu hafta ichida bo'lgan biz dunyoninki siyosiy vaziyati va o'zimizga aloqador masalaga kichkina ko'z yugartib chiqaylik. Xitoyning Uyg'urlarga qilgan irqiy qirg'inchiligini Amerika hukumati bu yil 1-oyning 19-kuni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Undan ilgari Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonunini ijro qildi. Ammo vatanda Uyg'urlarning ahvolida texi yaxshilanish bo'lgani yo'q. Bular Xitoylar biz lagerlarni taqdiq deb qo'yib turib, o'zi bilgan sanamga dastavotidi, jinoyatli qilmishlarini davomlashtiradi. Buningga javoban Amerika va Yevropa ellari, demokratik ellar ba'zi Xitoy amaldorlariga va shirkatlarga cheklim qo'ydi. Ammo hozirga qadar bu ishlar Xitoyninki bu bizga qaratgan siyosatni qilchilikmi o'zgartirmadi. Bunda bo'lgandan keyin qanday qiladigan gap? Ma'lum bir ishni qilmoqchi bo'lsang, shu ishni qilishning tannarxini oshirasang, haq shuni qilmaydi. Buni biz iqtisodda fursat tannarxi deymiz. Ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga qarata jinoyat o'tkazishning fursat tannarxini oshirgan vaqtda Xitoy bu qilmishidan keyin yanadi demoqchi. Mana shunday bo'lganlikdan hozir demokratik ellar bir necha usullarni qo'llanadi. Ya'ni majburiy emgak soldi Uyg'urlarni deb Xitoyning ba'zi shirkatlarga jazo yurgizdi. Shuning bilan birlikda yana kishilik huquq yig'inlarida va medialarda Xitoyning jinoyatlarini ham ichyotdi. Ammo Xitoy buning bilan to'xtab qolmayotdi. Shuning bilan birlikda yana olimpik musobaqasini boyqut qilish to'g'risida gaplar chiqyotdi. Bizning vatanimizdan chiqadigan paxta, pomidor ishlab chiqargan shirkatlarga cheklim qo'ydi. Mana endi quyosh energiyasini yig'adigan, paxta ishlab chiqaradigan shirkatlarga hozir jazo yurgizdi Amerika hukumati. Demak, bu Xitoyga da'vat ediki, sen mushu majburiy emgakni davomlashtirsang, sen mushu Uyg'urlarga bo'lgan zulmni o'zgartmasang, to'xtatmasang, seninki oshidigan, to'laydigan badiling ig'ir bo'ladi demoqchi. Agar ishlar yana o'zgarmasa, olimpik musobaqasini boyqut qiladigan ahvolmi bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Hozir har qaysi sohalarda shunday gaplar chiqyotdi. Xo'sh. Endi men shuning bilan bir vaqtning o'zida bizningki shu alomat tarixda misli ko'rilmagan qabahatni ko'rganimizga bundan mubattal lekin qabahat intayin misli ko'rilmagan darajada kishi o'ylab baxmagan darajada bo'lib ketishi 2017-yildan boshlandi. 2017-yildan tortib hozirga qadar shu sohada, shu ahvol masalasida davlatlarningki tutgan pozitsiyasi har xil bo'ldi. Buni bundaq deb atash mumkin. Ya'ni ishonchga xoinlik deb atash mumkin. Ba'zilarning harakatlariga qarab, nemishqa? Biz Uyg'urlar musulmon xalq ham Turkiy xalq. Bu paket. Shunday bo'lganlikdan bizning beshimizga kun kelgan vaqtda yana bizning imomlarimizni tutib oldi, masjidlarimizni chiqyapti, diniy kitoblarimizni ko'ydiryapti. Kishilarni 26 musulmon davlatiga bag'anligi uchun shuni sabab qilib tutdi. Musulmon ism qo'yganligi uchun tutdi. Bu amaliyotda shu 26 musulmon davlatiga silingan tasdak. Sen shu yerga bording, sen kasal bo'lib kelding, iddiyajoatni zaharlanib kelding deb tutdi. Shunaqmi? Shu musulmon davlatlar amaliyotda Xitoyga e'tiroz bildirish kerak. Qara, sen bilan biz do'st. Mundaq qilsang bizga haqorat qilgan bo'lasan deb. Ammo bular undaq qilmadi. Undaq qilmay nima ish qildi? 2019-yil 7-oyda Dunyo islom tashkiloti va boshqa 26 davlatning ichida 13 degidek Xitoyning maydonini qo'lladi. Buning o'zi biz biladigan, biz deymiz, islom dini zolimlarga qarshi turdi, zulm chekkanlarning yini turdi deb qilgan ishonchni musulmon davlatlarining, 10 davlatningki boshliqlari xoinlik qildi buningga. Bularga xoinlik qildi. Bizningki mana shu nimamizni tutib olib, bizning shu musulmon bo'lganligi uchun buni terrorizmga bog'lab, bizni yo'q qilishni ko'yib uchsa, bu musulmon ellari ashuna satqinlik qildi.
Hiç yuma degende qisib ağzını yumib tursin bo'ladi. Unchalik qilmadi. Hatto qo'lladi. Dunyo islom tashkiloti shunday dedi. Oyada bizning qo'shnimiz va Zaypana Pokistonda bir Palau degan davlatchilikmi vijdoni yo'q. Palau deydigan bir davlat bor. O dengizning o'rtasida kichik. Noposi 20 mingga yetmaydi. 2 yilning oldida Xitoyninki bir baş elchisini silkiyotgan yig'inda shu 20 mingga yetmaydigan davlatning boshbaqoni shu yig'inda Xitoyninki baş elchisi boshqalarning ko'z qilmagandek qilsa, to'xta og'zingni yum. Oldingda o'tag'ini bir davlatning boshbaqoni. Sen kim bo'lsan? deb silkiyalgan. Bu qitim Mahapda Birlashgan Millatlar Tashkilotining kishilik huquq komissiyasining 47-navbatlik yig'inida mushu davlat va 45 davlat Xitoyni ayblab shu bizning vatanimizga Birlashgan Millatlar Tashkilotininki berib tekshirishni qo'llab imzo qo'ygan 45 davlatning ichida shu Palau degan nopos 20 mingga yetmaydigan bir davlat bor. Ammo 2 kunning oldida, 2 kunning oldida Pokistonninki bosh ministri Imron Xon ko'z ko'r qo'l qipang bir payishchilik majburlanib qolgan bir payishchilikmi vijdoni yo'q, prinsip yo'q. Xitoyning deganlarini to'g'ri deydi. Yani Xitoyning deyishicha unda ish yo'q deydi. Unda Xitoylar qo'pib men xudo desa uning ishini deganda degan yakun chiqib qoldi. Da odam degan. Xitoyning deganining hammasi uning uchun haqiqat bo'ladigan bo'lsa. Demak bu bir satqinlik. Bu yerda mana mushu Allah bizga nisbatan satqinlik qildi. Hatto 2019 yil 7-oyda O'rta Osiyodagi Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistondan iborat O'rta Osiyodagi bularning ikkisi Turkiy Jumhuriyati. Bularmi Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoyni qo'llab imzo qo'ygan 50 davlatning uchi bo'ldi. Demak, bizning Turkiy xalqimiz ras, mana bu Turkiy Jumhuriyatlarmi shunday satqinlik qildi. Foydaning oldida erib ketdi, prinsipni yo'q qildi. Bu qitim 45 davlatning ichida 2 musulmon davlat bor. Birisi Albaniya, yana birisi Bosniya va Hersegovina. Ammo Xitoyni qo'llab so'zilgan 65 dan ortiq davlatning ichida ba'zilar 90 deb aytadi, men uni tizimini topamadim. Dengiz qo'ltiq rayonidagi 6 musulmon davlat bor ekan. Albatta bularning ichida Iran bor, Suriya va Pokiston bor, Misr va hamda ahvol mushu. Bulardan na nomus va haqli da'vat etdi. Masalan, Imron Xonga Hindiston xil da'vat etdi. Sen ajiba bizni musulmonlarga nisbatan andaq askilik qilding, mundaq askilik qilding deb toz so'zlaysan. G'arbni tilliy olaysan, musulmon davlat musulmonlarga nisbatan andaq cheklim qo'yding, mundaq qilding deb ajab Xitoy musulmonlarga nisbatan mushunda askilik qilsa, Uyg'ur musulmonlarga jim tur degansan, ko'mas qildi degansan, mening do'stim deb menga beshim kun tushganda yordam qilganti deysan, deyotgansan deb oning ikkiyuzlimchilikni oshkorlab beradi. Bu yilg'i hozir Imron Xon ekan, keyin boshqa musulmon davlatlarimi mana mushundaq ahonatga qoladi. Ya'ni Uyg'urlar masalasida hech kimi deganda g'ig'i teni qisib o'tirib bo'ladi. Yomon yeri Xitoyni qo'llab so'zlab qo'ydi bular. Bularni Uyg'urlar unutib qolmaydi. Xo'sh, endi mana deymiz, bu shu 45 davlatning ichida necha yildan buyon bitirib turgan Isroiliya davlati. Naftali Bennett degan kishi Benjamin Netanyahuning o'rniga chiqdi, u hokimiyat olmashdi. Bu odam buni Uyg'urlarni qo'llab Isroiliya hukumati qo'l qo'ydi. Sabab nima? Ba'zilar uni Amerika hukumati ularga besim qilganligi uchun deydi. Xabar chiqayotgan xabarlarda undaq emas, taklif beribdi. Mana qo'llamsizlar deb. Yahudi xalqi o'tgan asrda natsilarning irqiy qirg'inchiligiga uchragan xalq. Ular yakigani qolgan vaqtda, tashlanib qolgan vaqtda qandoq bo'ladiganligini biladi. Ya'ni azob chekkanlarga nisbatan, zulm uchraganlarga nisbatan ularda bir insonlik bor. Hatto Florida shtatidan bo'lgan, Yahudi pushtidan bo'lgan atbosi shu irqiy qirg'inchilikka uchragan, ziyonkashlikka uchragan bir parlament a'zosimi bir yarim yil ilgari Amerika parlamentida shu Uyg'urlarga Amerika kelib o'ltiraqlashish to'g'risida bir loyihani sungan vaqtda shu odamlar degan bir gap bor. Tadmo ismashindaq. Biz Yahudilar irqiy qirg'inchilikninki ziyonkashlikka uchraguvchi bo'lish sifatimiz bilan
put qo'llarimiz bog'lanib, mashinalarga top-top haydab minishning qandayligini bilamiz deb. Eliq poyez vagondagi Uyg'urlar ayni vaqtdagi natsilarning yahudilarni, beguna yahudilarni top-top ilib mang'indan farq qilmaydi. Ammo buni mushundaq paketlar tusimi. Mana CNN'da bugun xabar chiqdi. Avstraliyaga bir singlimiz yo'ldosh bilan to'y qilib ekan, bir beguna bola shuning terrorlikqa bog'lab 20 yil kesib o'tibdi. Ondan Yevropada o'zining navrachi uchun so'zlayotgan Elmira degan bir qarindoshimiz bor ekan. So'zlayotgan mana mali insonlar, mana mali haqiqiy Uyg'urlar mali. O'zining qavmi uchun so'zlayotgan. Ashularning ko'z yoshlarini, ashularning ohini ajab ko'maydi ekan desa, bu avo dengiz qo'ltiqi rayonidagi qapaqlar. Demak, bu bizga nimani o'rgatadi? O'zimizning ishimizga puxta bo'lishimizni o'rgatadi. O'zimizning ishimizga puxta bo'lishimiz. Kimning do'st, kimning dushman, kimning manfaat ustida egilib, kimning haqiqat taraf turadiganligini bilishimizni ham o'rgatadi. Kallamizni silkib etish kerak. Kallamizni silkib etish kerak. Agar mushu o'ylayli, mushu musulmon davlatlari mushu voqea chiqqan vaqtda 2018-yilda Xitoyga nisbatan e'tiroz bildirgan bo'lsa, dunyoda ovoz to'liq bo'lgan bo'lardi-da, Xitoy bunchalar hadini ishib ketmaydi. Nurg'un Uyg'urlarimiz o'lib ketmaydi, azob tatib ketmaydi. Unda qilmadi bular. Xitoy buni tutilib, mana birmi agar biz musulmonlarga, sen bizni musulmonlarga nisbatan askilik qildi deysan, unda bo'lsa nima deb musulmon davlati bizni qo'llaydi? Seni qo'llaganlarning ichida birmi musulmon davlati yo'q deb mandaq deb o'zining qilayotganlarini dunyoga haqli ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bular